xosligiga chetdan qanaqa qilib osongina registratsiyadan o'tishni ko'rsatib beraman. Demak, birinchi bo'lib, agarda sizda manga o'xshab xitoy tili bo'ladigan bo'lsa, unda mana bu yerga kirib rus tiliga o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Mana shu joyga kirib rus tiliga o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Keyin mana bu oq yozuv ustiga bosasiz. Bundan keyin esa mana bu birinchi yozuv ustiga bosasiz. Bu yerda telefon nomer orqali registratsiyadan o'tish deb yozilgan bo'ladi. Endi bu yerga ismimizni yozamiz. Mana bu yerga bu yoqqa esa davlat kodini yozamiz. Ismimizni yozib olamiz. Endi 96 ni ustiga bosib, pastga tushib O'zbekistonni turtamiz. Mana O'zbekiston. Bu yerda O'zbekiston turibdi. Ustiga bosamiz. Endi keyingi qatorga telefon nomerimizni kodi bilan yozib olamiz. Agar sizga telefoningizga kod kelavermasa, telefoningizga men yoki 2000 pul tashlab qo'yishingiz kerak bo'ladi yoki telefoningizni bitta o'chirib yoqishingiz kerak bo'ladi. Endi keyingi qatorga bu yerga parol yozishimiz kerak. Parolimizni esimizda qoladigan parol bo'lishi kerak. Va xato qilmasdan yozishimiz kerak bo'ladi. Ba'zi bir WeChat registratsiya qilayotganda mana bitta ko'zcha turadi. Ko'zchani ustiga bosadigan bo'lsangiz, parolingiz ko'rinadi. Menda hozir ko'rinyapti. Parol yozib oldik. Endi mana bu yerga птичка qo'yamiz va shu yashil yozuv ustiga bosamiz. Keyingi ishimiz mana bu yerga птичка qo'yib, keyin dalini bosamiz. Endi начальный ustiga bosamiz. Shu joyga e'tibor berib kelishingiz kerak bo'ladi. Eng muhim joyi, registratsiyadan tez o'tish kerak bo'ladigan joyi mana bu yerda. Endi sizga bu yerda mozaika beradi. Mozaikada mana shu kerakli so'zni toping deyapti. Strausni ustiga belgilaymiz va OK ni bosamiz. Endi qarang, mana bu yerda птичка chiqqandan keyin Wi-Fi o'chiramiz yoki mobilniy telefon bo'lsa o'chiramiz va keyin yoqamiz. Mana ko'rganingizdek, bitta o'chirib yoqqanimizdan keyin SMS kod kelishi kerak bo'ladi. Kod keldi. Endi kodni kiritib, pastiga yashil yozuvni bosamiz. Registratsiya bo'ldi. Kod kelganingizda bitta o'sha Wi-Fi ni yoki mobilniy telefonni tepadan o'chirib yoqqanimizdan keyin tez SMS kod keladi. Dalini bosamiz. Mana bu joyga птичка qo'yib, dalini bosamiz yana. Yana xuddi shu ishni bosib, gotovani bosamiz. Mana registratsiyadan o'tdik. Ularni xohlasangiz yoqib qo'ysangiz ham bo'ladi. Pastiga yashil yozuv bosib, yana yashil yozuv bosib qo'yamiz.